Sizlar Pitneg'oning kuchini qanchalik kuchli ekanligini bilamsizlar. Bugun men ko'pchilikka bir hikoya so'zlab beray. Bir kuni Kala ishdan qaytib kelib, arg'inlik bilan yetib aram elayotgan chog'da ish kelib qopti. Uning nima bo'lganligini so'rabdi. Kala uningga bek charchidi. Bir kun aram olg'im bati debdi. It ketgandan keyin mushukni uchirtib qopti. Hamda mushukka Kala menga bek charchab ketdim. Bir kun aram olg'im ba deydi. Hamda xo'jayinning uningga bek ko'p ish berganligini aytdi debdi. Mushuk ketib berib o'rdakka Kala xo'jayinning o'ziga bek ko'p ish berganligidan og'rindi ekan, uning bir kun aram olg'isi bor ekan debdi. O'rdak darhol berib qo'ygan Kalaning xo'jayinga ish qilib berishni xohlamaydiganligini, uning xizmatining bek ko'p, bek ig'ir ekanligidan og'rindiganligini aytibdi. Qo'y berib tulkiga Kalaning hamda xo'jayini uchun xizmat qilg'usining yo'qligini aytibdi. Oxirida tulki xo'jayinga Kalaning yaqindan bu yangi ideyasidan mas'ul borligini, uning hamda xo'jayin uchun ishlashni xohlamaydiganligini, hamda uning xo'jayinga bergan xizmatninki bek ko'p, bek ig'irligini, hattoki bek mehnat deb qaraydiganligini aytibdi. Buni olgan xo'jayin pichoqni bilab, opirib Kalani so'yib o'tibdi. Bu hikoya bizga nimani bildirdi? Kishilarning qalbi murakkab, xohlagancha boshqalarga dardimizni to'kmayli. Biz hatto qandoq tugashganligimizni bilmay qolamiz. Mish-mish gaplarga osonlikcha ishonmasligimiz kerak do'stlar. Bo'lmasa boshqalarning xatoligiga sherik bo'lib qolamiz. Dono kishilar Pitneg'oga hargiz ishonmaydi. Siz donami yoki Pitneg'oga sherikmi?